ochmoqchimiz. Bu ustaxona ochilgandan keyin nafaqat o'zimiz oilali, undan tashqari yoshlarni ham ishga olamiz. Chunki Qarshi tumanida ochilgan servis markaz uzoq qishloqlarga, viloyatlarga chiqqan xizmat ko'rsataveradi. Bu bo'yicha ko'p hokim yordamchisi bilan gaplashdik. Subsidiyaga yordam qiling. Chunki bizda kredit tutadigan odamimiz yo'q. Olib kelgan hech kim yo'q. Shu sababdan amaliy yordam bo'lmagani uchun biz bir yil davomida to'xtadik. O'zim muxolifat bo'lib ishlaganman, o'sha yerda tajribam bor. Bu narsa bo'yicha hamma narsani hisob-kitob qildik. Sizdan so'raydiganim amaliy yordam, subsidiya uchun yordam berish. Subsidiya Joy yo'q. pul olmoqchimisiz yo nima asbob-uskuna? Asbob-uskuna ham to'liq emas. Masalan, hozir preparat, boshqa narsalarimiz bor. Masalan, pesha kansani to'xtatishga qolgan hamma narsalarimiz bor. Bitta qolgan. Eng qiyin joy masalasi. Yaxshi. Shularda Anvar aka ishlab yozib beringlar, men bandlik boshqarmasiga topshirib beraman. Shug'ullanadi, xudo xohlasa bir hafta 10 kun ichida o'zgarish qilamiz. O'zlari bilan bevosita gaplashsin, nima kerak? Xo'p bo'ladi. Rahmat.